Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz yurtdoshlar. Bugungi sotib olib chiqqan uyimiz 3-akademik litsey yanında bo'ladi. Ko'rib turganlaringizning ishning bir hashamatli hovli joy chiqdi. Teyinda bunday avtomat darvozalari qo'yilgan bir garaj qismi bo'ladi. Общий 3 etajli. Teylari 100% polni podval, elde 15 metr joyimizni. Şu ko'rib turganlaringiz ishning natib qurilgan 100% pishgan karushdan 3 etajam plita bilan yapılgan ekan. Bu fasad kısmı görünüşü shunday joy. Eldalari burchakka urilgan, o'sha shotkalar qilinib tayyor bo'lib turibdi. Bir yandan endi ichki qismini ko'rib o'taveramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Joy dim zo'r. Ayna eshiklar ham yaxshi sifatli vaziyadan qo'yilgan ekan, ko'rib turganlaringizdek. Bu yerda tak girishimiz bilan shunday koridorcha yanımız qo'l yuvish uchun rakovina, mramorli rakovinalar qo'yilgan. Yanımızda bir hol hisobi, dalon hisobi. Dalon ham keng mo'l tushgan, hozirgi high-tech uslubida qilingan. Zo'r vech. Tak, yanında oshxonasi bo'ladi. Oshxonasi ham ayollarimiz uchun dim keng mo'l etib uzatilgan ekan. Ko'rib turganlaringizdek, bu yerda hammasi toza. Ko'nava yo'q. Rasputinkalar gazları, mebellardan ko'raverasizlar. Bu ichkalar ham zo'r, mo'ykalar ham холодильникlar yangi. Taptoza холодильник. Hali ishlatilmagan. Bu ayollar uchun oshxonamiz. Ko'rib turganlaringizdek, dim chiroyli etib, bir naqshlatib uzatilgan. Yevropa uslubida eshiklar, og'ir, qimmat eshiklardan baland etib qilingan. Tak berinde zal joyi bo'ladi. Zalning razmerini ko'rib tursa, bir chiroyli chiqqan uy. Lyustralar qo'yilgan, cho'pli pol. Ramka uslubida remont qilganlar. Bu girgan eshikimiz, gayna hol. Lyustralar dim ajoyibundan qo'yilgan. Tak berinde vannaxona sanuzel bo'ladi. Rakvina, sensorli aynalar, Ariston Coco firmasiniki unitazlar, vannalarimiz ham zo'r sifatli qilingan. Yanında bir spalni xalasanızlar birini. Kimenliçik. Yanında yine bizim adilli yuvuluş xonasi. Spalnini razmerini ko'rib tursa, dim bir ajoyib zal hisobi bu. 15-17 metrda tushgan joyimiz. Keng mo'l bo'lib. Tak, bu yoqda podval qismi, uni keyin ko'rsatib o'tamiz. Bu yoqda ikkinchi qavatga chiqish zinalar ham quyma betondan bu yerda jiqirlab qolmaydi. Bu yoqimizda уже ikkinchi qavat. İkinci kavatimizin görünüşü. Tak berinde zal joyi. Bir zineden chiqadigan yerimiz. Bu yoqda shu birinchi etajni ustini chiq bo'lsa, ham to'shi shunday. Bu yoqda yana balkon qismi. Balkonimiz zo'r. Berimizde yine bir katta zali bo'ladi. Hurmatli obunachilar. Zalına qaranglar. Keng mo'lgina etib o'tilgan, oynalar ham katta tushgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Olgan odamga nasib qilsin deymiz. Zalimizning görünüşü. Yanımızda yine bir sanuzel var. Общий
4 sanuzel boladı. Bu spalnilaram özünde addelini yerem yumuş xanası bu, hürmetli abonaçılar. Hem birimiz çoklu pol, ama çoklu polun kollektörü göğsənib tuttu. Remonta gap bo'lişi mümkün emas. Acayip bir mestada. Narxına gəladigan bolsaq, hürmetli abonaçılar, bunu başta 220 ming dollar deb chiqarilgan bu uyimiz. Endi xudo xolasa 20 ming dollar qaytalib 200 ming dollar deb aytılib turibdi, xudo xolasa. Shunning qiziqli, shunday o'ylar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarimiz bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar, xudo xolasa. Uy olishda, sotishda qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Bemalol bog'lanaverasizlar. Endi xudo xolasa pastki qismini ko'rsatib o'tamiz. Podvol qismini uy katta, yurib turganlarimizning ajoyib mestada, lokatsiya zo'r. Bu yerda maktab, bog'cha, nadan muammo yo'q, gaz, svetlar zo'r. Bu yerda hamma bilsa kerak, bu yerda o'tirimli xo'jaliklar anomning geldi gitti yo'q. Bu podvol qismi. Bu yandan uyning ichine chiqsa bo'ladi bemalol. Bu yerga yana bir kattagina bir normalniy xona hisobi remontdan chiqib turibdi 100%. Xalasanızda bu yerda bir tikuvchilik yoki bir boshqa vajlarni qilsa bo'ladi. Bu yanda yana kotol qismi. Bu yanda avtomat darvozasi bor. To'g'ri mashin girib turaveradi. 2-3 mashin bemalol o'rnashadi. Tak, bu yandan bir katta shunday bir pomeshcheniyasi bor. Bu yerga bir bilyard qo'yib bersangizda, jo'ralar bilan hazrati bilyard o'ynab dam olsa bo'ladi. Issiqqina. Hurmatli obunachilar, uyning polniy obzorini ko'rdingizda, qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, like'larni ko'proq bosib, donishlaringizga tarqatib qo'yasizlar degan umiddaman. Shu aytganimizning shunday xizmatlar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bog'lanaveringlar. Uy olishda, sotishda qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz, xudo xolasa. So'nggi roliklarda görüşguncha sog', omon bo'linglar.